Bugun sizlarga o'sha 2008-yilda o'ziga yarasha mashhurlikka erishgan magizli shokoladli pirogga eng ideal retseptini bermoqchiman. Hammada inshaalloh bittada o'xshab chiqadi. 1 stakan magiz bilan 1,5 stakan iliq sutni aralashtirib qo'yamiz. Qo'yib idishda 4 tuxum bilan 1 stakan shakar vinchikda aralashtirib, magizli massamizni blenderlab tuxumli massani ustiga qo'shib yuboramiz. 1 choy qoshiq sovdan ustiga 1 choy qoshiq uksus solib massamizga qo'shib 2 osh qoshiq kakao va 2 pelonni ham elab solib yaxshilab однородный massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Va listimizni yog'lab, listimizga solib 180 gradusda 40 minut pishirib olamiz. Video olgunimcha ko'rib turganinglardek sochig'im ham kir bo'lib ketdi. Pirogimiz pishguncha bu sochuvni akvamarin bilan tozalab olamiz. Qaynoq suvga 1 osh qoshiq akvamarin solib, sochig'imizni solib 5 minutga qoldiramiz va ko'rib turganinglardek dog'i ketish qiyin bo'lgan dak materialli sochig'imni ham dog'ini akvamarin 5 minutda ketkazib berdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Endi pishib chiqqan pirogimizning ustidan 4 ta shokoladli pastalarni eritib surib, kesib dasturxonga tortsak, oila a'zolaringlarning ko'nglidan bu pirog o'zgacha joy oladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar.